160 ga 90. Bu mening рабочий давлением, o'zimni yaxshi his qilaman degan gapni eshitganmisiz? Agar bilsangiz, bu nafaqat yolg'on, balkim juda xavfli illyuziya. Aynan shu yolg'on juda ko'p bemorlarni o'limiga sabab bo'lgan. Yuqori qon bosimi bilan siz o'zingizni yaxshi his qilayotgan bo'lishingiz mumkin, lekin sizning tomirlaringiz, yuragingiz asta-sekinlik bilan yemirilmoqda. Sizning tanangiz asta-sekinlik bilan jim-jit urush olib bormoqda. Bu esa to'satdan insult yoki infarktga olib kelishi mumkin. Рабочий давление degan narsaning o'zi yo'q. Bu fanga zid bo'lgan tushuncha. Agar sizga kimdir sizning рабочий давлениyangiz mana shuncha desa, u odamga umuman ishonmang. Bu odam fandan umuman xabardor emas. Dat, ya'ni dalillarga asoslangan tibbiyotga ko'ra, har qanday 140 va 90 dan yuqori bo'lgan qon bosimi davolanishi shart. O'zingizni yaxshi his qilayotgan bo'lsangiz ham, bu siz sog'lom degani emas. Shuning uchun qon bosimingizni o'lchab turing. Agar u yuqori bo'lsa, albatta shifokorga murojaat qiling. Ushbu videoni o'z yaqinlaringizga ulashing, balkim kimnidir hayotini saqlab qolishga sababchi bo'lasiz.